Assalomu alaykum, salamatсыздарбы? Biz hozir Suzaqdagi top do'konidamiz. Bu yerda 2 kun Arapa kuni bilan Ayit kuni 2 kun ushul toplarga aksiya bo'lib o'tgan. Bahsi 130 so'mdan. Bu yoqda mana Ayit bayramini atayin bunday beleklar tayyorlab qo'yishdir. Suzaqdagi komplektlar. Bundan sirtqari dag'i boshqa komplektlar bor. Undan sirtqari bu yoqda atayin Ayit bayramini tovarlarni, buyumlarni to'ldirib qo'yibdir. Tandu o'ta ko'p bunday yumshoq o'yinchoqlardan tortib kichkina o'yinchoqgachayin bu yoqda bunday velosiped, undan sirtqari u naraqda kolyaskalar bor. Ayt bayramini shunday beleklardan olib bersangizlar, bolalar o'ta suyunishadi. Misol uchun, bu bolalarni aytib o'tamiz. Bunday komplekt, bu yoqda kukla bor ekan, bunday suv pistolet bor ekan, bu yoqda qizlar uchun aksessuarlar bor ekan. Zakulkalar. Shuning bahsi 300 so'm ekan. Buldagi qizlar uchun 2 kuklasi bor ekan, bunday yumshoq kukla. Altında bo'lsa kopilka. Bunisi 350 so'm. Bunisi bo'lsa baldar uchun komplekt ekan. Bu yerda qamaz bor ekan, bu yoqda cheligi bor, ana sirtqari lopatkalar, o'yinchoqlari bor ekan. Bu yoqda bo'lsa bunday suv tetris bor ekan. Buning bahsi 300 so'm ekan. O'yinchoqlardan sirtqaridagi sport buyumlari bor. Toptor, voleybol, futbol, basketbol toptori. Bu yoqda boks uchun perchatkalar bor ekan. Bu yerda bo'lsa har qanday sportning turlari uchun kerakli bo'lgan kiyimlar bor ekan. Futbol uchun futbolkalar bor ekan, arzon bahada. Futbolka shortasi bilan 650 so'm ekan bu. Nolar bo'lsa 450 so'mdan. Aktusdagilar, Serritusdagilar, ana bu yerda mana Manchester City'ning futbolkasi, Leicester Husanovning futbolkasi. Bu kichkina cho'ngroqlar uchun bo'lsa 750 so'mdan ekan futbolkalar. Bu yoqda karate uchun 1000 so'mdan ekan. Bu yerda mana kichkina razmerlari basseynlardan nasoslar bor ekan, ruchnoy ana elektrichеский nasoslar. Bu yoqda bo'lsa bunday cho'ngdori bor ekan basseynlarda. Ham basseynlarni ba'larini top magazinida 10% skidkasi hozir ishlayot ekan. Ham basseynda bunday turdagi bor ekan. Ko'rotasiz o'ta bir o'zgacha basseyn ekan. Bu joyi 244, bu joyi 191, anan bo'yi 91 sm ekan. Bahsina kelsak, bahsi 6000 so'm. Bu qadagi skidka ishlayotgan. Futbol yaxshi ko'rib turgan, topda o'ynashni yaxshi ko'rib turgan baldar uchun bunday домашний uyga qalagan yerga qo'yib olsa bo'lgan varata darvoza bor ekan. Daragini tushuntirib bo'lsak, Xushul top degan sport buyumlarining o'yinchoqlar do'koni 2-etajda. Bu yoqda bo'lsa Madumarata imorati, Dakan Palvon Madumarata ko'chasi, Glavniy ko'cha, Suzaq, Jalobad, Qaradaryo, Sernega turgan ko'cha. Shu yerga kelsangiz, 2-etajda chiqqaningizda topsangiz bo'ladi.